Kino tarixidagi eng mashhur mafiya va gangsterlar ustasi Al Pacino. Bugun uning top 5 filmi haqida gaplashamiz. 5-o'rinda Scarface. Bu filmda Tony Montana ismli muhojir gangster rolini o'ynaydi. Say Hello to My Little Friend. Bu sahna kino tarixidagi eng mashhur sahnalardan biri hisoblanadi. Ha aytgancha, Qirol Chef filmidagi Scar personaji aynan mana shu obrazdan olingan. 4-o'rinda Donnie Brasco. Bu film real voqealarga asoslangan. Ushbu filmda Al Pacino eng oddiy, lekin shu bilan birgalikda juda real gangster obrazini yaratgan. 3-o'rinda Head. Bu film kino tarixiga kirishiga asosiy sabablardan biri ilk bora Robert De Niro hamda Al Pacino katta sahnada qarama-qarshi o'ynashgan. 2-o'rin Ayol tarovati. Aynan mana shu film Al Pacinoga Oscar mukofotini olib kelgan. Ko'z ojiz polkovnik roli esa kino tarixidagi eng buyuk aktyorlik ishlaridan biri hisoblanadi. Menimcha birinchi o'rinni videoni ko'rayotgan har bitta inson taxmin qilgan. Cho'qintirgan ota The Godfather. Michael Corleonening roli kino tarixidagi eng buyuk afsonaviy rollardan biri hisoblanadi. Sizga yana Al Pacinoning qaysi filmi yoqadi? Izohlarda qoldiring.